Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Siz tekshirib turib bizning parangimizni anglayapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Kechiring. Bunda qilmasam bo'ladi. Biroq o'zimni kontrol qilolmadim. Mushunda qilsangiz, ko'nglingiz xotirjam bo'lamda. Hech bo'lmaganda uni yaxshi ko'rmaydiganligingizni bilalayman. Uning ichi bakmo mustahkam ekan. Hech kimning kirib chiqishni xohlamaydi ekan. Boshqa bir odam tarafidan oshkorlanib qolganligi uchun o'zini to'limi bechora his qiladi. Necha yilning oldida Guandongda bir qizni uchirtib qolgandim. U ayol sizni yaxshi ko'ramdi. Uning ismi Dalian. Namrat ayol tug'ilgan. Keyin banditlar qo'shildi. Uning bilan muhabbatlashib bo'lamdi yo'q. Buni bilmayman. Balki bizda kam narsa va ko'p bo'lishi mumkin. Keyinchi o'ldi. Boshqalar tarafidan o'ldirildi. kechiring. Kerak yo'q. U burun qishla. Men Nim demakchi edingiz? men You're the one I care for the most. I hope I have the same place in your heart. I care for you, the same as you do for me. Bo'ldi. Kirib aramaylan. Atatigan yo'lga chiqamiz. inglizchani yaxshi so'zladingiz. Bering. Yushan, qaytib keldim. Uning bilan qanaqroq paranglashdim. U degan ablah. Ablah. To'g'ri. Qarsamdan yaxshi narsaga o'xshamaydi. Yushan, u kompartiyaning odamiga o'xshayotdi. Uxlab tushib. Kompartiya degansan. Changta. Sana o'zimning yomonligimni kesib qo'yman. Qanday qilay desam? Men senga yordam qilmay. Hayma aka. Yana sen menga amroq. Yushan,
Seni yaxshi ko'raman. Seni yaxshi ko'raman. Sen mening odimim. Undaq yordam qilamsan yo'q. Albatta yordam qilaman. İdare başlığı. Qani o'ltiring. Yo'ldoshlar, bugun uqtirish topshirib oldik. Boshliq Mushaning 16 kuni Chongqingdagi Shapangbada yig'in zalida har qaysi joylardan kelgan vakillarni kutib olmoqchi. 3 kundan keyin idora boshlig'i kechiktirmoqchi bo'lgan tuqqu. Ko'rsatma bo'yicha vaqt o'zgarmaydigan bo'ldi. Yo'ldoshlar, hozir Chongqingda nurg'ulg'an yarasli qurolli shpionlar bor. Ular bu fursatni saqlag'ili xeyli bo'ldi. Şuna Shapangbada yig'in zalining amonligini qo'g'dash eng muhim masala. Qani Lavli, sizmi so'zlab beqing? Bir necha kunning oldida Birlashma Armiya boshqarmasi Yarasli partiyasidagi 5 nomerli xabar yetkazuvchining uchurini topshirib oldi. Dushman bir qatimliq o'ldirish harakati planlabdi. Nishon Shapangbada yig'in zali. Uning ustiga 5 nomerli xabar yetkazuvchining salohiyati oshkorlanib qilib, aloqa qilish tas bo'ldi. Shundaq. Bosh kunlarda Birlashma Armiya boshqarmasida maxfiy organ o'rtoq hamkorlashib, qanday qilganda dushman tarafdan planni bilishga tirishyapmiz. Bo'libmi, qisqa vaqt ichida dushmanning suiqasdini to'sib qilishimiz kerak. Ishonchinglar bormi? Xotirjam bo'ling boshliq, vazifani yaxshi o'rindaymiz. Amonlik qo'g'dash idorasiga yo'ldoshlar. Yana qanday masalalar bor? Boshliq, men ishga so'z qo'shib qo'yay. Men Shapangbada yig'in zalining sirtqi qo'g'dash ahvoli to'g'risida so'zlay. Yig'in ochildigan shu kuni biz ishni yig'in zaliga keldigan vakillarning sirtqi bexatarlikni qo'llashdan boshlaylik deb o'ylashgan. Shu meningcha ishlar uyushmasidagi yo'ldoshlar bu qatim harakat qatnashadigan shaxslarning tizimini bizga bergan deyman. Sizning qanday boshliq? Boshqarma boshlig'i, bu yurtingizdan avatgan narsa. Bo'ladi, siz ishingizni qilavering. Kiring. Ha, yo'ldosh Yusha. Lavli, 5-nomer men bilan qayta aloqalashdi. Ha, shundoq tezmi? Boy yig'inda odam ko'p, sizga deyolmagandim. 5-nomer uchirda dushman harakatining nishoni umumyuzlik Shapangbada yig'in zaliga qartilganligini dedi. Dala armiya qo'mondoniga hujum qilish ehtimolligini aytib yuqori. Bizning tahlilimiz bilan o'xshash bo'pti. Yana-chi? 5-nomerning aytishicha, dushman taraf Changtang ismli bir odamning Chongqingga kelishini kutib, u kaslar planni boshlig'idek. Bu Changtang dushman ichki qismidagi ahvollarni egallaydigan o'z xodimimiz. Ha? Ishonchlikmi? Intoyin ishonchlik. Tafsiliy ahvolni sizga aytib beraman. Hozir vaziyat jiddiy. 5-nomer Changtang bilan aloqalashsa, harakatning taraqqiyoti nihoyat tez bo'lgan bo'ladi. Bek uch oshkor bo'lib qoldimi qandaq? Undaqda oson oshkorlanib qolmamdi. Hozir ahvol bakmi murakkab. Tez suratda dushmanning planini bilishimiz kerak. Bo'lmasa, ma'qul. Men o'rinlashtiray. xo'jayin, Voy, efendim. Payshan markalar marka bormi? To'g'ri deb gapsiz. Bu ko'chada faqat bizdala bor. Siz qanchalik olmoqchi? Avval bahosini bilib boqay. Ha, bu oson. Qani, ichki kirib qaranglar. Bahodan chuqur razib qolasiz. Yaxshi.
Sizlarning ish boshlashinglar tez bo'lib. Sizlarning vaqtinglarni ep qo'ymagan emas. Kelib ishni boshlab bir necha kun ichida bitib ketdi. Yaxshi. Buniki xo'jayinga o'xshab qolsiz. Ustiga chiqib boramiz. Birinchi nomerdan xabar bormi? Boya telegramni topshirib oldim. Ular yebin yetib ketdi. Nəhayət yaxşı. Birinchi nomerning deyishicha, dushman uningga telto'kis ishonmabdi. Uni to'xtamay sinab ko'rayotibdi. Bundaq bir ish bor ekan. Shunga u mening harakatimga moslashinglar debdi. Qandaq moslashimiz? Birinchi nomer bakma atrofga qo'yilibdi. Jadaq yo'q. Men berib o'rnashtiray. Dala armiya boshlig'i bu oyning 16-kuni Shapingboda yig'in zalida har qaysi joylardan kelgan vakillarni kutib olmoqchi. 16-yillar? Yana 3 kun bor-kan. Shundoq. Vaqtimiz qolmadi. To'g'ri. Bu xabarni birinchi nomerga yetkazib qo'ying. Vaqtni ching tutib harakatni boshlang. Xo'p. Yana bor. Birinchi nomerga yetkazib qo'ying. Cho'nchon ishchilar uyushmasida dushmanlar ishchilab ishlayotgan bir odamimiz bor. Har vaqt uni bilan aloqa qilishi mumkin. U mo tayyorlik qilib qo'ysin. Tushundim. Bo'ldi, chin qo'mondan. Vaqtni bir yeg berib qoldi. Paraxodga chiqing. Cho'nchingga borganda oldingizga chiqadigan odam bor. Ma'qul, sizlarmi qaytib ketinglar. Bu yer bexatar emas. Asali boshqalarning ko'ziga chelib qolasizlar. Nima? Xo'sh deyishgimi eg'izingiz bormamdi? Xo'sh. Mayli. Kiring. İşiniz ama? Sizga suv kelgan. Bu yoqqa qo'yib qo'ying. Rahmat. Bu paraxod cho'ng qacha yetib bordi? O'ngishliq bo'lsa, tushdan keyin yetib bordi. Rahmat. İşinizni qilavering. U 5-nomerlik. To'g'ri, xato emas. Uning ayshayli. Nimaga qarayapsiz? Hech nimaga. Qandaq? O'rilish bo'ldingizmi? 6-yataqqa o'rinlashdim. Mulozimatchidan so'radim. Ati tushdan keyin cho'ng yetib bordi ekanmiz. Ustida birdam turayli bo'lamdi. Ma'qul. Ne bo'ldi yaxshi? G'amgin ko'rinibsiz bu.
Öz vaqtida bütün ideyamda o'chilish o'ti bo'lganligi uchun siz bilan cho'nchingga kelmoqchi bo'lgan. Biroq 2 kundan beri nurg'un ishlarni boshdan o'tkazdik. Shunga bak qo'rqib qoldim. Sho'ngyin, men bu vazifani o'rinday olamdim yo'q. Pushaymon qildingizmi? Sizni noumid qo'yib, sizga yuk bo'lib qoldigandek, men bu ishlarni bak oddiy o'ylab qopdiman. Menga ishining, tezlik unib ketasiz. Siz cho'qim tezlik unib ketasiz. Oramizdagi bir necha odamning ichida faqat sizlar rost. Qolgani hammasi yolg'on. Biz sizga taynimiz. Menga tasalli bermang. Nima uchun bilmadim. Bu bir necha kundan beri eg'izim xato gap qilib, o'zimning ro'yi kayfiyatimni tanishmay qoldim. Tushunmadim. Chuntonning alayda xodimlari mendek bir odamni nima ish qilsa bo'g'iydi, tushunmadim. Men mo'birim deyamayman. Yo'qchen, sizga eng tunish bo'lgan narsa nima? Qurol yaraq yasashmi? Bu bizning kasbdagi odamlarga nisbatan faqat qurol bilan munosabatli ishlar bo'lsa, eng tunish hisoblandi. Biroq uningdan eng tunish bo'lgan narsa portlatish. Portlatish? To'g'ri. Bo'libmi qurilish o'rinlarining xaritasiga qarab turib umumyuzlik portlatish. Masalan, aytaylik, portlatish dorilarini o'rlashtirish, atrofliq to'shish, portlash deganlar bilan munosabatlik. Yana portlash dorilarini ishlatish sig'imisi, portlash vaqtini hisoblab chiqish degandek. Mundaq kanda. Amerikada nurg'un keraksiz azm ko'riklar bo'ladi. Ularni qurilish xaritasiga qarab portlatadi. Hammasini men planlab bergan. Shu sababdan bu tarbiy menga eng tonish, ham tajribam bor. Bularni so'rab qoldingiz, sizga foydasi bormi? Mundaqla so'rab baqdim. Har qatim javob berishni xohlagan vaqtingizda mushundaq deysiz. Sizni tushunish qiyin. Ko'nglingizdagini topmoq tez. Siz bilishga tegishli ishlarni men cho'qim sizga aytib beraman. Bo'lmasa, eg'zini yumishim kerak. Chunki ularni siz bilgan bilan sizga hech qanday foydasi yo'q. Nima uchun har bir eg'iz so'zingiz shunchalik o'rinliq bilinadi? Chunki mening aytgan har bir so'zimning asosi bor. Ishvami? Sizlar sizishinglar, men ketay. Nima ish bo'ldi Siqay? 3-nomerdan telegrafini topshirib oldim. Ayta. Tekstda Dalarmiya boshlig'i bu oyning 16-kuni Shopenbada yig'in zalida har qaysi joylardan kelgan vakillar bilan ko'rishdi ekan. 16-chesla? Yana 3 kundan keyin. Vaqtimiz oz qoldi. Yana cho. 3-nomerning telegrafida 5-nomerli xabar yetkazuvchi xodimimiz biz bilan har vaqt aloqa qilishdi ekan. 5-nomerli xabar yetkazuvchi. 5-nomer. Nima bo'ldi? Hech yo'q. Ishingni qilib, telegramini ko'ydirib at. Nima bo'ldi? Kechiring. O sana nima dedi? Sen bilan munosabati bormi? Ag'ina. O'zingni bilib yur. Bo'lmasa, avarchilik tepib olsan. Ochchig'im kagchi bu yerdan tez yo'qol. Yo'qol, ablah. Yaxshi. Yaraysan. U 5-nomerlik. To'g'ri, xato emas. Uning akshayli.
kechiring. Mən Yoşurun partiya içdəki 5-ci numaralı xəbər yetkizgüçi. Hazır mən 207-ci numaralı yataqda. Әң надыр, әң еңі, сүзіклік yuqur болған filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.jsalkin.com. Mulazim! Efendim, işiniz var mı? Aşxana qayada? Bu yolda ötüp pələmpəyini düşüp oңaya gelsiniz buldu. Rəhmət. Yeni davamlıq, sınab bakamlıq. Bu işini ispatlap beremeydi. 5-ci numarını çöşütüp koymay, plan boyunca iş göreyli. Hop. Muş yerdə oturaylı. Oturun. Efendim, tamaq tizimligiga qarab beqing. Bir yürüşlük tamaq. Ma'qul. Efendim, sizga nima kerak? Paraxod işpiyum ba, kemme. Tamaqingiz. Rəhmət. Qani, eg'iz teging. Rahmat. Qani, marhamat.
Mulozim, hisobot qiling. Efendim, 100 bin yuan. Ha? 1 milyon? Efendim, bizde paç pul yok. To'xtab tur. Efendim, pulumni pajlab bera olasizmi? Bo'ladi. Men oshkorinib qoldim. Agar qurbon bo'lsam, guruhga yetkazib qo'ying. Rahmat. Hadi. Rahmat. Bayıqı öz adımımızmı? Bilmeymen. Bilmeymi. Ondaqda o sizga nemish o gaplarni qilib yuruydi. Siz doim shunaq javob bermaydigan savollarni so'raysiz. Balki men uni yaqin odamiga o'xshab qolgandiman. U dushman tarafidan oshkorlanib qoldi, qutqizamsiz. Bag'ansira g'aritib qilyapsiz. 1 numar. Qanday qilamiz? Ko'z tupaqayli. Kıpırdama. Eyte, paraxotu kim bilan ko'rishmoqchi edim? Eyte! Bilmayman. Yana bir qatim eytay. Paraxotda kim bilan ko'rishmoqchi edim? Men hech nimani bilmayman. Quruq gaplarni qilib qolsamamsa. Uni yukiga solab qo'yinglar. Hop. Qarmoqqa bizning odamda qiladi. To'g'ri, amri numaraga tay. 1 numar. Qarasam o yolg'on so'z bilganda qiladi. Bugun topshirib olgan telegrammadimi? 5 nomerli xabar yetkazuvchi biz bilan xalqa vaqtida aloqa qilishadiganligini aytgan. Kayningdan ehtiyot qil. Nima? Bizning kayn tarafimizda bir jip ko'z marab turdi. Ko'z? Nima ko'z? Texnichi tushunmadingmi? Agar u rostli 5 nomerli xabar yetkazuvchi bo'lsa, bizning ahvolimiz texmo chataq. Chunki boyiq ahvollardan ko'rib olishga bo'ladi-ki, uning salohiyati oshkorlanib qoldi. Bu tarafini u o'zi miqyos qilib bo'ldi. Dushman taraf uningdan foydalanib, bizning salohiyatimizni oshkorlamoqchi. Bugun tushdan keyin 5 nomerli xabar yetkazuvchining xatini topshirib olgandim. Asli uning bilan ko'rishmoqchi edim. Lekin bizning kaynimizda bir jup ko'zning borlig'ini his qilib qoldim. Ha? Bu dushmanning qiltiq ekanda? Hozircha bir nim demakdas. Shundaqla harakatga qatnashib qo'ysak, 5 nomerning hayotini saqlab qolamaylik qolmasdan, bizmi oshkorlanib qolamiz. Oqibatni bir nim demakdas. Yanıla Tedaning xabarini kutaylik. Qandaqroq? Hey, bak echinishlar. O 2-chi qavatdan palapida shpionlar tarafidan tutilib qoldi. Yuz ko'zi qoniq bo'lib ketdi. 1 numar. O hech yolg'onga o'xshamaydi. Hozircha Shpionlar uni yuk saqlaydigan ambarga yib ketdi. 1 numar. Endi qanday qilamiz? O'limni ko'rib turib qutqizmandiq. Yo'ldoshlarimizning dushman qo'lida o'lishiga qarab tursak bo'lmas. o'zingni besib ol. Obdaroq o'ylab boqay.
Kim? Qimirlama. Menda bir ishinglar bormidi. Sen onu tanıysan, şundaqmı? Kimni? Bilmez bulunma. Onun paraxutga chiqishi mı? Sen bilan ko'rish uchun. Men odatda boshqalarning beshimga tapancha tanlab turishni faqat yoqtirmayman. Biroq qerishqandek boshqalar doim shunday qiladi. Mana men hozir sening beshingga qurol tanlab turdim. Qanday qilar aytam? O'z mening qitig'ini ko'rib qolsan, ishonamsan. Shundaqmi? Paq qaltis kelsa. Agar men sendek ahvolga tushib qolgan bo'lsam, hargizmi undaq demagan bo'lardim. Yana bir qitim so'ray. O paraxutga sen bilan ko'rish uchun chiqqan. Shundaqmi? Yana bir qadimday. Kimga? Jasad sandig'ini ko'migicha ko'zingga yosh kelmaydigan nima o'xshaysan? O'lik sanduqni ko'rsam yig'lamayman. Chunki men o'lik sanduqning keragi yo'q. Undaqda biz bilan bir qitim berib kelsan bo'g'adak. Nega borman? Bag'anni o'zing tabil bilib qolsan. Boy. Ko'rdingmi? Rost gapni qilmasang, keyingi navbat sanga keladi. Nima degan bechora? U o'ldimi? Texi o'lmadi, lekin uzoq qolmayli o'ldi. Uni tonimayman. Shundaqmi? Nemish meni uni taniyman deyishga qistaysan? Bilmadim. Uning bilan qanday o'z adovating bor bo'g'itdi. Nima uchun uningga bunday muomala qilasalar? Men bilan hech qanday munosabat yo'q. Biroq men o'z ko'zim bilan ko'rdim. U sana bir parcha qog'oz berdi. Sening ko'zing haqiqatan o'tkirga. Qandaq? Bizdan ko'rib qolganimizni o'ylamagan bo'g'aydi. To'g'ri. U menga oshxonada bir parcha qog'oz berdi. Lekin u qog'ozga yozgan xatlarni faqat tushunamadim. Ablah, o'lim oldida yolg'on gap qilyapsan. Sizlarga yana bir qatim deb qo'yay. Birinchi, men bu odamni tonimayman. Yana kelib o'sh adovatinglarga aralashib qolg'im yo'q. Ikkinchi, meni beshimga tapancha tanlama. Men sana aytib qo'yay. Birinchidan, bu odamning paraxutga chiqishning maqsadi sen bilan ko'rishish uchun. Ikkinchi, agar rost gap qilmaydi ekansan, o kallangga tapancha tanlab turibman. Kallangning qitig'ini chiqarib yetman. Uqdingmi? Men sana mening qitig'ini ko'rib qolasan deb qo'ygan. To'g'rimi? Yani kimsin apaqıdı? Mening gapimga yana ishonmaydiganlar bormi? Ha? Ishonmas. Men sizlarga hayot qilish fursati berdim. Biroq sizlar qabul qilmadinglar. Sizlardek odamlarni qandoqmi o'zgartirib bo'lsin? Ha? Yana bir qatim deb qo'yay. U yerda yotgan o odamni men hargiz tonimayman. Gapimga ishonamsizlar? Ishonmas. Endi qo'yshangansizlar. Bu yana odamimiz demasa?
Cevap beriş! İşimiz, çoğun işimiz. Ben zada düşünemedim. Sizler zada nima adam? Neymiş ki ben bilen keriz sizler? Hı? Cevap beriş! Biz xato tunib qoldik. Bir qush qinimchilar. Biz rost xato tunib qoldik. Bugün keş. Beni köydün lan bu. Ko'dik. Sizler çok! Ko'mdik. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Dedim bu, sınaq qilavermayli deb. Quruq majbur odamlar. Mening sinig'im bormi? Bu xo'jayinning buyruq tursa. Chingtang bek razilkan. Qip qizil sarang o'zikan. Bo'ldi. Hozir bularni deganning nima foydasi? Birodarlarni maydonga yig'ishtirib olsin. Xo'p, Ha? Bundoq ishkanda. Nima degan qo'rqinchliq? Şu emasmi? Agar u heliqi seriq chapan kiyvog'ini bir eg'iz gap bilan o'zini oshkorlab qo'ymagan bo'lsa, balkim butun kuchim bilan 5-numurliq yolg'on xodimni qutqizgan bo'lardim. birinchi numar. Qaysi gap sizni askartib qo'ygan? U ablah yolg'on 5-numur menga bir parcha qog'ozni berganligini ko'rdim dedi. Biroq u menga qog'oz berganda ular buni ko'rmagan edi. Bu shpion oshxonaning sirtida turganda qilyotdi-ku. To'g'ri, o'ylab beqinglar. Yolg'on 5-numur men qog'ozni berib bo'lgandan keyin ishpiyonlar kirib o'ltirdi. O vaqtda yolg'on 5-numur mening yonimdan ketib o'z o'rnida o'ltirib bo'lgan. Ular qandaqmi menga bergan qog'ozni ko'ra olsin. Ha. To'g'ri. Yana bor. Bizning yoshirin partiya qoida nizomnomalarimizni obdan bilaman. Ular oshkorlanib qolsalar, boshqalar bilan qat'iy ko'rishishga yo'l qo'yilmaydi. Bu tarafini 5-numurliq peshqadam xodimimiz bilmay qilishi hargiz mumkin emas. Biroq uning salohiyati oshkorlanib qolgandan keyin nemishqa yana meni 207-numurliq uyga ko'rishga taklif qiladi. Ya'ni kelib, u o'z salohiyatining oshkorlanib, jeni tumshug'iga kelib qolganligini bilgan odam nima uchun paraxoddagi qutqizuvchi xodimlardan yordam talab qilmaydi? Nemishqa chuqum dushmanning tutishiga fursat yaratib berdi. Bular shuni isbotlab berdiki, u 5-numurliq xodim dushmanlar tarafidan niqoblangan odam. Bizning ko'rayotganimiz ular planlab qo'ygan qaltaq. Maqsad bizni o'z qo'limizdan foydalanib, o'zimizni oshkorlashga qistash. Bugun yolg'on 5-numurliq xodimning men bilan ko'rish o'yini amalga oshmadi. Ular chuqum taktikasini o'zgartib, o'z qarindishining ko'z oldida qiynalib ketayotganligini ko'rsa, bizni qanday ifoda bildirdikin deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Natijada ular bir necha odamidan ayrilib qoldi. Ablaqlar. Bu iflos ishpiyonlarning hilgarligini. Sizlar bayqamidinglarmi? Bu yerda yana bir yo'chiq bor. Ha. U nima? 5-numurliq xodim bo'lsa, dushmanlar ichiga kirgan jasus. Dushmanlar uni qanday bayqab qoldi? Ha. Demakchi bo'g'inimiz ichimizda xoin bor. Birinchi numar. Joyachin ko'rinmaydi. Nima? Boya joyachining eshigini oldida o'tgandim. Eshik ochiq turdi, lekin odam yo'q. Chatoq chiqdi. Sihay, ko'pchilik bo'linib izlazon. Xo'p, mayli. Mayli. Tez.